Endi ahırdamda muşunda bir holatninki agarda davom qilsa bu chuqum mayli qandaq ahvol bo'lishidan qat'iy nazar tuzatilishi kerak bo'lgan, buni yengishimiz kerak bo'lgan sabablar masalalar deb o'tirib qo'ygan masala. Agar bu o'ngshalmagan taqdirda shundaq davom qilsa qandaq oqibat keltirib chiqaradi va buni har bir shaxs, har bir Uyg'ur biz nima qilishimiz kerak deb bu şekilde men nima qilishim kerak, biz nima qilishimiz kerak deb bir chiqish yo'limiz izlashimiz kerak bo'lgan masalalarning biri. Shu mushni bir yig'inchoq qilgan asosda bir to'xtalsak. Endi menimcha jiq aql ishlatishga hojat bo'lmasligi mumkin. Bu xil ahvol davom qilsa, qanday bir oqibatga duchor bo'lganligimizni. Men bu nuqtani to'liq ta'kidlab keldim. Bir tarafdan ya unda bo'lib ketmasay deydigan bir tuniksiz bir umidvorlikqa kirib qolmaslik lozim. Xo'sh. Bunun en roşen örnekleri var. 800 yıldan artık İslam hakimiyet sürgen İspanya, asli ismi Endülüs oğayı. Bir Müslüman toprağıdan Müslümanlığının yani Hristiyan toprağına aylanıp gitti. Uygurlar asli şu Endülüs tarihini yaxşı oxuş lazım. Nembula bana hak etti. Yani tarixda iş bo'lgan, yani bir millet, bir qavm yo'qolib ketgan. Hozir Shimol Amerikadagi indiyalılar nerede? Bunu so'rab baqish lozim. O'rta Amerika va Janubiy Amerikada yashaydigan yuksak madaniyat barpo qilgan mayalar, azteklar deydigan millatlar bor. Ular nerede? Qani ular? Ba'zilari yo'qolib ketadi. Agar millat o'zi chorasini qilmasa, onun tarixiy fursatli kelmasa yoki kelgan fursatni qochirsa, yo'qolib ketadi. Manda bir narsani, tariximizda yaqinda o'tgan manda bir narsani o'ylaylik. Va cho'nglar texim his qilishi mumkin. Shu 68-78-yilga bo'lgan madaniyat inqilobi va uning oldidagi cho'ng sakrab ilgirlash, po'lat temir tavlash, yer islohoti, ijara kamaytirish deganga o'xshash to'xtamay bu siyosiy harakatlarning azob uqubati bilan 80-ci yıllardaki Uygurlar qanday Uygur aylanib qolganligini unutib qolmaslik kerak. Aşı Uygurlarda endi erkinlikka intiladigan, mustaqillik istaydigan, hatto o'zining dinidan o kadar yiroqlashib ketganki, madaniyat inqilobida Qur'on kuydigan chog'da, mening dadamning bir gapi esimda. Şu kurçuğa yığıp Kur'an kuydigan vaqtda şu çağda bazı mollamlarning köymey qolgan Qur'ondan da uzun tutup bunda kütürep obdarlaq köysün deb varaqlarını içip bergen deb shunda deganim. O yaqin tariximizda bulab o'tgan ishlar bu. Hozir vatandan shu do'yindan yoki undilarning sin kanallarına qarab baqsaq, yaqinqi vaqtlarda ko'rayotgan ba'zi ko'rinishlarni 7-8 yil burun tasavvur qilolmaydik. Xo'sh. Hozir bir qancha Uyg'urlar navbat atlas ko'ylakni kiyib, do'ppilni kiyib chiqib, voy biz degan azaldan musulmon emasdik, bizning kimligimiz musulmon emasdi, biz turk emasdik deb ochiq oshkora zo'q shoq bilan so'zlayotdi. Voy cho'shqa go'shi yesak nima bo'libdi? Deb cho'shqa go'shini ko'z oldimizda yeb beryotdi. Bu bir gunohning qilinishi boshqa, qilinib tashviq qilinishi boshqa ish. Shu bizning dinimizdami? Agar birisi bir gunohni qilgan bo'lsa, Alloh uni yushirgan bo'lsa, uni oshkorlamasin. Deb shunday deydi. Qilinishi boshqa bo'lsa, o gunohning oshkorlanishi boshqa bir yomon oqibat keltirib chiqardi. Yani ijtimoiy qirilishni paydo qildi bu işte. Umi yemiz yeb baqibdi, biz mi yeb baqala deydigan
edem chiqadi. Tamam. Buni deyish orqali millat yo'qolib ketdigan ish yo'qolib ketdi. Hozir mana tasavvur qildi. 2017 yıldan başlagan bo'lsa, bizning 3 yoshlik, 4 yoshlik bolalarimizni shu vaqtda majburiy necha million Uyg'urning bolasini yotoqliq yaslilarga oldi. Bu yasli Uyg'ur so'zlanmaydi, hammamiz bilamiz. Xitoycha yetishtiriladi. O'tganki bir qancha videoni ko'rdim. Men hamda 95-96 yillari Yezidi Xitoy tili o'qituvchisi bo'lib boqqandim. Xotan Lobnayisning Chaharbog' yezisida. Ben o Yezid'deki muallimlerinin seviyesini, balalarının Xitayca seviyesini bilemem. Ulanın Xitayca ügüne balık intihayın tüvendi. Ötkeni köken videoda Xitayga o'xsha so'zlayapti da shu etizlikda yugurib yurgan bolalar. Shu. Bu bunda tasavvur qilsak, agar bir tashqi mudoxila bo'lmay, mushu vaziyat mushu paytda davomlashsa, taxminan yana 30 yildan keyin hozir men gapini qilgan bu 3 yoshida yasli kirgan bir necha million Uyg'ur jamiyatining g'ul kuchiga aylanadi. Ular shu biz biladigan Uyg'urlar shu bo'lib turolmay yana. Bunun qilqida erkeklarcha yüzlenishimiz lazım bu savolga. Ya undaqlab ketmasa, to'g'ri unda emas. Ammo undaqlab ketish ehtimolligini tang o'ylash lazım. Çünkü özgürlük küçük özgürlük emas. O 3-4 milyon Uygur hem az degan prezident. Elbette onun kişinin var mı? Xo'sh. Hükümetler kimler? Üç padişahlık diye Can Feygo'ya yıkatan. Artık Allah'ını bilmeydi. Çin Tümürbatı'nı bilmeydi. Ula Karahallılar Seydiye Hallık'ını bilmeydi. Onun ornuna Tang Sulalısını bildi. Son Sulalısını bildi. Çin Sulalısını bildi. Xitay Kompartiyası yaratkan kahramanlığını, Leyfanlarını bildi. Yani manevi dünyası bütünley Xitay qo'ylan ozuqlangan bir avlod Uyg'ur yetishib chiqadi degan gap. Demak endi bu xil passivlik davomlashaversa, uchraydigan oqibatimiz aniq demoqchiman. Yani bu oqibatning yomon ne dedim? Çünkü milliylik faqat jismoniy narsa. Xo'sh. Bizim sakallık doğumumuzun özü yo'qolib ketmaydi ki. Ma'naviyatimiz to'liq xitoylashib bo'lgan, dindan ayrilib bo'lgan vaqtda, yine kim o'zini men Uyg'ur, men musulmon deydi. Shu Xitoy jamiyatidagi Zhongzhular, shularni 100 yil burun mustamlik qilgan, istilo qilgan Manjular, ular jismoniy jihatda yo'qolib ketgani yo'q. Xitoylik qatlam qilib o'ldirmadi ularni. Qani ular hozir şuna bu akıbet bexatar. Buni ilqitixima so'zlasak ko'nglimiz yerim bo'lishi mumkin. Ammo ba'zida oqibatni har doim eslab turib, o'zimizda bir tahrirsiz bir krizis eni bo'lishi kerak. O'zimizda bir krizis eni yaratishimiz kerak o'zimiz. Yo'q. Manda kunda normal odam uxlagandek uxlasam bo'lmaydi. Normal odamni tirishgandek tirishsam bo'lmaydi. Men boshqalardan necha hassa ortiq tirishchanlik ko'rsatishim lozim. Kecha kunduz qanday qilsam bu dardning, bu g'amning keyindan menga deydigan bir ruh butun Uyg'urlar bo'lishi kerak. Xo'sh. Shunlashqa menimcha oxirida biz qilsa bu passivliklar aslida yengilamiz degan masala haqida to'xtalamiki. Chunki biz ushlab qilish ehtimolligimiz bo'lgan vaziyat Shu. asosan aniqchi. To'g'ri. Asosan aniq. Bu savolni men mana o'ylandim. Muhojiratga Uyg'urlar, da'voga qatnashayotgan Uyg'urlar va qatnashmayotgan Uyg'urlar deb ikkiga bo'lingidek qarasam. Shuni qilishga tegishli ishlarni ikki qatlamga nisbatan o'xshash ishni tavsiya qilish biroz to'g'ri bo'lmaydi ekan deb o'yladim. Shuni sal farqliroq qilish kerak. Menimcha da'vo sepidiga tuvandagi bir qancha nuqtani aytdim.
Belki bunun birincisi, en aqalli narsa, Türkiston davosining haqliqligiga va buni g'alaba qildiganligiga ishonish kerak. Butun mush davo sepidagilar ishonish kerak. Bu qarmoqqa bu ishonimizgu deymizgu. Xo'sh. Ammo ichidan ishonish boshqa bir gap. İçidən işengen çağda anda ümitsizleniş, boşanlık, anadaki bayan degендek turmuş elekçiligi aldığı sebep bu işlere qarayanmaslık degендek işler yüz bermeydi. Bunda iş yüz bermeydi. İçidən işengen vaqtda bu başqa bir vaziyet yaratıldı dünya. Xo'sh. Hatta men Konya'daki söhbetde aldım kayıp. Şunda dedim bu de. Eğer chet eldeki hemme Uyghur iki işini kılarız biz kutulumuz dedim. O iki iş birisi. Hiç kanda pul ketmeydiğen iş yaptı. İktisat ketmeydiğen iş. Birisi içinden Xitay'ın aman bir günü gumran bulduğu ise. Yakın bulumunda buldu. İşte yüzünün ailesindeki ballarını Boğsa hemmesini, boğunusu her bir Uyghur ailesi birdin balasını şu Xudoga dua qilib turib, iniq qilib turib, şu dinimiz, vatanimiz, milletimiz üçün nazar qilyapsa, mushu balam mushu yo'ldalam yashaydi dedi. Bizning ishimiz uzoqqa bormay hal bo'ldi. Buni hammadan qilar aytgan ish. Bu hammadan qilar aytgan ish, ammo qilmayotgan ish. Xo'sh. Qilmayotgan ish. Hem ikincisi, menimce bir dava sepi, bu mu ters iş oluşu mu? Yaşlı işi lazım. Ama nimişki değmedisi, hazır nurgun asaslıklar teşkilatlarımızı qarsak, asasen yaş əzaları az, yaşlı naydı az. Hazır iş qılıbatqanın köpüncisi, aşı teşkilatını kurgan çağda yaş oğun öyle, hazır Allah burun yaşlılık baskıcıdan ötep gitip oldu. Hem de ne için bu yaşlaştırış lazım değil mi? Hazır benim teşkilatla üzün ıslah kılışını hakanç oylığını öyle. Zaten ıslah kılışımız gerekti. Dep kargını öyle. Ulağa psixik iktidarımı, micaz karakterimi yar vermeyavadı. Yani bunu oyluğunu öyle kılanmayavadı. Yani bu yaşlı dediğimiz biz bir adamın bedenine okşatsak kan ayrılışını yaxşılaş deyen gap. Eğer bu beden kanıga ihtiyaclı çağda bu kan ayrılış yaxşı olmasa asta bu kan tomur tosulup yürekten çatak çıkıp yürek çatak çıkan dekin adam ölgendek hazır teşkilatında kan ayrılış deydiğin narsa mevcut emas. Belki teşkilatın köngüne kelişi mümkün mevcut emas. Qaysi teşkilat gösterleydi mesela mançil içinde mançilik yaş edemni elip hazır manda qo'lliq edemimizga aylandi. Bizning rahbarlik qatlamimizda mançilik yaş keyin kirganligida gösterleydi. Bu kichik ish emas bu. Bu kichik ish emas. Davoning izchilligi uchun nima qilsa qilib bu masalani hal qilishi lozim. Yaşlı meselesini hal qilishi lozim. Shunda bo'lgan chog'da bayon bergandek qon aylanish yurishsa bir bedende andaki ümit var. Bu ıslahat diyen iş bir kıtım kıp toxtab qaldığı iş emas. Her vakit ıslahat ruhi içinde duruş lazım. Bir zamanla ıslahatçı oğalla, bir zamanla kelgende ıslahatның tosavvus ayını qilishi mumkin aşıdan. Bunu esden çıqaması gerek. Üçüncüsü teşkilatlarda, yani şu konu gapimde yaman turu dep ketdik bu gapni. Türkçe kurumsallaşmak dep buydu. Hakiki manada muntazamlanish kerak. Hakiki manada muntazamlanish kerak. Teşkilatlar alınan edemlining ölçümü, işqi elish, xizmatdagi üsüş tüzülmeleri, teşkilatning ichidagi qurulma, qatorliqlar hammasi zamonaviylashishi lazım. Hakiki manada bugunning ehtiyojini chiqaradigan qurulmaga ega bo'lmasa, bayan degan shu yaşaşanmaslik meselesi şu.
Ilg'i aşın özümüz yaşayotgan dünyada davani unumli qilolmasligimizning muhim sabablarining birisidir. Yani aslida bizning ruhiy dunyomizda qolib qolgan va xizmat odatimizga aylanib ketgan nurg'un illatlar bor. Bu illatlar amaliyotda bizni bu haqiqiy ma'noda bir tashkilot bo'lishni to'sib qo'yganlik. Masalan deylik, biz 3-4 og'ayni kelib bir tashkilot qurdik. Birisi hisobni tutdi. Birisi lider bo'ldi. Yana birisi bir ishga mas'ul bo'ldi. Endi üçümüz ağayını burundan başlar bilişimiz, canımız yakın, birimizga işinimiz. Ama teşkilatның talebi nima? Hisapni süzük qilish, shundaymi? Hisapni süzük qilishimiz lazım. Adagi yig'inni ichib, kela oylik yoki oldingi oylik, bir yillik yoki bir oylik maliyani bir doklad qiling. Ma hisapni bizga bir breng degan vaqtda nima ish yuz berishi mumkin? Hisap tutgan ağayimizdan qapqi to'rilib qoldi. Sizlar menga ishonmamsizlar, meni yeb ketdi deb o'ylamsizlar deydi. Shuning bilan siz buni og'ayni, bu munosabatni saqlashingiz kerak shundaqku. Qarindosh hatto siz bilan. Ana bo'lgandan keyin bo'pti, bu qarindishimizga ishonamiz deb biz bu bir tashkilotda bo'lishga tegishli eng aqalli bir ishni qilishga jur'at qilmaymiz. Bu misal intayin jiq. Masalan, bir ishni tüzümde deyilgeni bo'yicha qilmadi. O ağaynimiz o da 5 qadam qilmasinmi? Biz buni xizmatini elib o'tolmaymiz, bo'shtib. Uni chiqarib o'tolmaymiz tashkilot. Chunki o bizning ağaynimiz. Onun bilan munosabatni saqlashimiz lozim. Uni ko'ngil olishimiz lozim. Bu ish bunda bo'lganda, bunda qanday ma'noda bunda da? Hozir qadar shunday bo'lib keldi. Buni xotim berish lozim. Qanday qilib bir muntazamlashish, qurumsallish degan narsa amalga oshmasa, bu qilib qutulolmaydigan bir yo'l deb o'ylayman. Bizning tanlashimiz emas bu. Biz bunga majbur. To'rtinchisi hamda Sharq Turkistonning mustaqilligi yiroqdagi bir nishon. Ammo bu mustaqillikchi bo'lgan nurg'un bosqichli nishonlar bor. Shu tashkilotlar cho'ng bir tortni biroqlab og'ziga tiqib chaynayolmay qolgan vaziyatdan mana pochilab kichik nishonlarni amalga oshirib xizmat qilish lozim. Buning bir foydasi kichik natijalar bilan biz xushallikqa yo'l olamiz. Bizga ilhom bo'ladi. Biz bunda qila oldik-ku. Masalan deylik, masalan shu istiqlolni misol qildi. Masalan biz bu yil Arabcha anglatishimizni manch soatga oprayli. Arabcha kanalimizga a'zo bo'lganlar, masalan bu yil 10 ming bo'lsa, biz bir yil ichida buning sonini 30 mingga chiqadi. Twitter yoki Instagramdagi hisobimizda 100 ming odam ergashsin. Uning uchun bunday qildi. Deganga o'xshash, nishonni kichik xizmatlarga parchalab qilish lozim. Bu hisoblig'i bo'ldigan, hisob og'ili bo'ldigan, o'lchigili bo'ldigan natijalar mush ishni qilayotganlar uchun eng cho'ng tasalli bu. Bo'lmasa aytgandan kechgacha bir xil ishni qilaverdingiz. Buning hech bir narsani o'zgartganini his qilolmadingiz. Bir narsaga foydasi bo'lganini his qilolmadingiz. Bunday holatda davomliq, ya'ni yuqori energiya bilan o xizmatni davomlashtirish oson ish emas. Shunga natija masalasi menimcha bek muhim. Natija masalasi. Andan keyin oxirida mening eng cho'ng tavsiyamning birisi shu Payg'ambar alayhisolamning mujodala hayotini, ya'ni 23 yillik hayotini menimcha har bir da'vo sepidagi mayli lider bo'lsin, mayli odatdagi bir yangi kirgan bir yosh yigit bo'lsin, yoki yosh bir qiz bo'lsin, o'zini shu mujodala hisoblaydiganlar boshdan oxiri ichgandek o'qishi o'rganishi lozim. Buningdanmi cho'ng, buningdanmi yaxshi bir darslik yo'q deb o'ylayman. Qanday umidsizlangan vaqtda qanday tasalli tepishni o'ziga. Bu mujodalada qanday sabr qilishni, qanday hamkorlashishni, qanday strategiya tuzishni menimcha yaxshi o'rgatalaydi.
agar shuni ichidagi go'harlarni yaxshi qazolasak-la, o bizga nisbatan bek cho'ng bir dastur deb o'ylayman. Endi muhojiratdagi avomga nisbatan umuman birinchisi musulmon bo'lish sifatimiz bilan Alloh Qur'oni Karimda deganiga o'xshash Allohning rahmatidan faqat gumrohlar umidsizlandi deydi. Allohning rahmatidan hech bir zaman umidsizlanmaslik lozim. Bayam deganimdek dunyodagi o'zgarishlar qarmoqqa Xitoyning foydasiga ketayotgandek qilg'ini bilan balki mohiyat jihatdan uning ziyniga ketayotgan bo'lish ehtimolligi bor. Bayam dedim-ku, bo'layotgan ishlarni zohiriga qarab bir xil o'qiymiz. Ammo ba'zi ishlar biz ko'rgandek bo'lmaydi. O'shalikda Sovet Ittifoqining parchalanishidan burunqi va keyingi yozilgan narsalarni selishtirib o'qib baksa, odamlar qiziqarli bir narsaga duch keldi. Sovet Ittifoqining parchalanishini shu vaqtki dunyodagi eng danglik siyosiy yo'limi har kuni shularni tadqiq qilganlarmi bishorat berilmagan. Hatta parchalanib bo'lgandan keyin ishonilmagan nurg'un ishlar bor. Ammo parchalanib bo'lgandan keyin zalimda parchalanmoqchi, aslida bo'lmoqchi, oz qolgandi degan gaplar o'tirib chiqqani bilan ammo parchalanishdan burun unday bo'lmagan. Hozir Xitoyning vaziyati shu. Bir tarafdan dunyo vaziyatining foydali ketayotganda qilgan, yana bir tarafdan Xitoyning o'z ichidagi ichki masalalar, atrofidagilar bo'lgan munosabatlarning nacharlashishi deganga o'xshash nurg'un oson hal qilinmaydigan masalalarning ichida. Eng muhimi biz bir musulmon bo'lish sifatimiz bilan hech nima o'ylamagan taqdirda bir osonlikdan keyin, bir qiyinchilikdan keyin bir osonlik bor. Har kun namozda o'qiydigan inna ma'al usri yusra. Shundaqmi? Bir qiyinchilikdan keyin bir osonlik borligiga biz iymon keltirdikmi? Shunga ishondikmi? Demak bir osonlik bor. Balki bu osonlik biz hayot vaqtiga emasligi mumkin. Ammo ba'zi hech qisi yo'q, bizning avlodlarimizga kelsin bo'ldi. Ammo hayot kishilar avlodlarimizga shu osonlik kelgan vaqtda uningdan qanday foydalanishni miros qoldira olishimiz kerak. Bu biz hozirgi hayotning vazifasi. Biz hayotning vazifasi. İkincisi hem de chet eldagi Uyg'urlar menimcha ama burunma deydim vatanning ichidami ba'zi darsini so'zga vaqtda. Her bir Uyg'urning bir o'zini kuchaytirish vazifasi bor. O eng aqallisi ma'naviy jihatda o'zining iymon e'tiqodini kuchaytirish. İqtisodiy jihatda jiqroq pul tepish, iqtisodiy jihatda o'zini kuchaytirish. İlim egallash bilan bilim bilan o'zini kuchaytirish. O'zini kuchaytirish umumyuzlik bizning ruhiy kayfiyatimizni yaxshilaydi. Ruhiy kayfiyatimizni yaxshilab qolmasdan bu iliqi hamma ishga asqatadi. Iliqi belki shu payg'ambarimizning Allohga aciz musulmondan kuchli musulmon bekrak suyumli degan bu hadisi bugungi kunda Uyg'urlar shu peshonasiga uyab yezib olgan hadislarni bir solish mumkin. Her vaqt o'zini kuchaytirishi lozim. Kecha kunduz buning dardida bo'lish lozim. Cheniqishi lozim hatta. Men 40 yoshga, 50 yoshga, 60 yoshga kirib qoldim demay, cheniqishi lozim. Degan ket cheniqishi lozim. Kitob o'qishi lozim har vaqt. Har vaqt o'zini e'tiqodiy jihatda tavlab turishi lozim. Chunki shunda kuchlik turgan vaqtda Alloh tarafdan bir fursat kelgan chaqda tuta olamiz. Hem Allah'ım bizni mushunda umidsiz vaziyatdami bu bandalarim umidsizlanmasdan tirishib deb turib bizga mukofot qilib berishi mumkin bu fursat degan narsa. Üçüncüsü Uyg'urlardan yiroq turishni aqllarni hisoblamay ko'proq ijtimoiylashishi lozim. Bu passivlik degan narsa yolg'izlik bilan munosabati bor. Yolg'iz yashab olishga amroqlab qolgan ba'zi Uyg'urlarni anglaymiz endi. Xudoga shukr, men yashayotgan atrofdagi muhitimda yo'q-da, ammo endi menda Uyg'urlardan nere turadigan, ammo hech bayramlarda paydo bo'lgan, namoyishlarda yo'qolib ketadigan bir xil Uyg'urlar bor. İctimaileşiş bizga bir kuch keladi. Oxirida men shuni ta'kidlayman, hammamiz musulmon bo'lish sifatimiz bilan mening qarashimcha islom bir musulmonga o'g'itadigan,
uningga singdiradigan eng muhim bir odat bor. U bo'lsin bu nima desa, tashabbuskorlik. Tashabbuskorlik. Ya'ni aktivchanlik. Bu deganimiz inglizcha proactive deydi. Ma'lum bir ishni o'zining diniy tushunchasi va e'tiqodiy turtkisi bilan qilish deganga. Davomli tashqi ta'sirlarning g'idiqlashi bilan anandan keyin harakat qilish emas, balki bu qilishga tegishli ish men bir musulmon, mening e'tiqodiy prinsipim meni mushuni qilishga buyurgan deb qilish. Eng aqalli bo'lsa-mu, ammo bek jiq odamda bu xil odat yo'q. Toki bir masala uni qistigan qadar. Masalan deyli, balasini yaxshi tarbiyalash bir musulmonning eng aqalli majburiyati qo'y, shundaymi? Uni bir muallimning birisi kelib deb qo'yishning hojati yo'q. Bunga maxsus bir tashkilot chaqirib e'lon qilishning hojati yo'q. Qarindoshlar bolalarni yaxshi bilinglar deyishning hojati yo'q. Bir odam dada ana bo'lsa, bizning dinimizda bolalarimizni yaxshi tarbiyalashdan iborat eng aqalli bir majburiyatimiz bor. Bizning dinimiz buni bizga endi so'zlagan. Ana o'rgatgan. Endi nima uchun nurg'un ota-onalar bolasidan bir masala chiqqan chog'da, masalan, telefonga amro qilib qilib hozir telefonni qat'iy qo'ldan tushirmaydi. O'qish natijasi bundan nacharlab ketdi. Adab axloqidan mana chatoq chiqibdi deb u bolasidan bir masala ko'rgan vaqtda anadan keyin o'tirib chiqadi. Ashuning o'zi ashu tashabbuskor musulmon bo'lmaganligi shu. Ashu pas musulmon bo'lganlik. Tashabbuskorlik bir ishning oldini olishni o'rgatadi bizga. Tashabbuskorlik o'z e'tiqodimiz bilan qilaverishni o'rgatadi bizga. Uningga bir odamning g'idiqlab qo'yishini saqlashning hojati yo'q. Masalan, ikkinchi eng aqalli misol biz ishg'oliyatdagi musulmon. Ishg'oliyatdagi musulmonlarning ishg'ol qilg'uvchilarga qarshi turish majburiyati bor. O tashkilotdagi odamlarning ishi emas. Siz pul tepayotgan bo'lsangizmi, o'qiyotgan bo'lsangizmi, hatto oiladagi bir oila ayoli bola boqqan bo'lsangizmi, sizning tuprog'ingizni ishg'ol qilib olgan dushman kuchliga qarshi sizningmi qo'lingizdan kelganicha bir jihad qilish majburiyatingiz bor. Bu bir farz ayn bu. Buni sizga hech kim deyishning hojati yo'q. Agar siz o'zingizni musulmon hisoblasangiz ham bu sizga avtomatik holda yuklangan. Unda bo'lgandan keyin siz bir kim demisimi namoyishga chiqishingiz lozim. Bir kim demisimi balangizni shu nishonga qarata tarbiyalashingiz lozim. Bir kim deb qo'ymasimi pulni shu nishonga qarata tepishingiz lozim. Shu bizning vatan davosi qilganimiz amaliyotda bizning gadinimizdagi eng aqalli bir farz ayni ado qilganimiz o. Men mushu tushunchani, mushu ongni chet eldagi barliq musulmon Uyg'urlarda mutlaq bo'lish kerak deb qarayman. Va nurg'un ulamolarimiz mushu ongni umumlashtirish uchun, mushu fikrni butun Uyg'urlarga yeyish uchun harakat qilish lozim. Mening eng dardlanadigan yerimdan birisi shu. Masalan deylik, nima uchun 2017-yili bizning urug' tuqqanlarimizni lagerga solgandan yoqan achchig'imiz kelib qoldi? Acaba uning oldida biz erkin yashaganmi? Uning oldida Xitoy bizni ezmaganmi? Xitoyga taqobil, Xitoyga qarshi turish uchun, ya'ni Xitoyning hokimiyatiga qarshi turish uchun, bu ishg'oliyatdan qutulish uchun cho'qim bizga zulm solgan vaqtda anadagini uyg'onishimiz kerakmi? Dushmanning dushmanligini bizning e'tiqodimiz deb beradigan bo'lsa, bizning iymon etgan vaqtda tavallo va tabarra degan bir hukm bor. Allohning do'stiga do'st, dushmaniga dushman bo'lish degan. Bu iymonning eng aqalli shartlarining biri ekanligini butun musulmonlar bildi. Unda da bir Uyg'ur musulmonga nisbatan Xitoyga moyil bo'lib qolish, Xitoydan umid kutib qolish, texmi keskinroq, qat'iyroq aytgan vaqtda hatto u bir e'tiqodiy masala emasmi? Biz masalaga biz la ilahe illalloh Muhammad Rasululloh degan vaqtimizda biz Allohga shirk keltirmaymiz degan vaqtda Makkadagi arablar, musulmonlar Lat Uzza kallasiga kelsa, Uyg'ur musulmonlar la ilahe illalloh Muhammad Rasululloh degan vaqtda Xitoy kompartiyasi esib kelishi lozim. Biz mushuni shirk keltirib solmayli e'tiqodimizga deyish lozim.
Çünkü bizim mahallemizde lat yok. Bizden topraklarımızda uzza yok. Manat yok. Bizden topraklarımızda Xitay hakimiyeti var. Bizni kul qilimi deydigan, Allah'ın kulluğundan üzünün kulluğuna tadıdığan Xitay hakimiyeti var. Bizden dini düşüncemizge bunu yugurulmasa, ben oylayım bizden dini düşüncemiz intayın kemtük qalğan buldu. Üzünün ruhidin en mahiyetli tarafından ayırıp qalğan buldu.